Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan ko'pchilikdan kelgan savol va ko'pchilikni qiynaydigan muammoni yechamiz. Ya'ni Cubase ustanovka qilganimizdan keyin ovoz chiqmay qoladi yoki zaps qilmay qoladi. O'sha narsani qanday to'g'rilashni ko'rsataman. Demak, Cubase 5 ga kiramiz. Kirganimizdan keyin yangi proyekt ochamiz. New project, okni bosamiz. Va mana shunaqa ko'rinish bo'ladi. Bu yoqdan misol uchun mana oq tugagandan keyin mana bu bo'sh joyga mishkan o'ng tugmachasini bosib add audio track ni bosamiz va mana bu mono stereo bor. Mono ovoz yozish uchun, ya'ni mikrofondan qo'shiq yozish uchun, stereo esa muzika tashlash uchun. Stereoga yozsa ikkita qilib yozadi. Ko'pchilik monoga yozadi. Shuning uchun monoga yozamiz. Mana ochganimizdan keyin уже zaps qilsak bo'ladi. Ahamiyat beramiz. Mana bu qizil knopka yoniq bo'lmasa ham zaps qilmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Zapsni bosdim, lekin zaps qilmayapti. Bu o'zi ketyapti. Qizilni bossak, уже zaps qiladi. Mana ovozni yozyapti. Ovoz bor уже mana. Mana shu joyda ko'pchilikniki bo'sh ketadi. Mana menda hozir yozdim, zaps bo'ldi. Ko'pchilikniki mana bunaqa quruq o'zi ketadi. Zaps bo'lmaydi umuman ovoz. Buni qanday to'g'irlanadi? Bu asosan zvukovой kartaga bog'liq. Menda hozir zvukovой karta bor. O'zi avtomatik ulanib ketdi. Ko'pchilikniki o'sha ulanmaydi yoki driverini topa olmay qoladi. Buning uchun mana tepada Windows bor. Windowsning yonida mana bunaqa joy bor. Buni bosib oxiriga kiramiz setupga. Kirganimizda mana shunaqa oyna chiqadi. Bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin funksiyalar bor. Bu yoqdan VST audio sistemaga kiramiz. Va bu yoqda mana menda hozir mana bu driver ustanovka qilingan. Bu Cubase ustanovka qilganimda avtomatik bu driver ham o'zi ustanovka bo'lgan. Mana shu driver bilan mana zvukovой kartam Cubase ni ulab turibdi. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin, no driver bo'lib turishi mumkin. Mana shunaqa holatda. Mana birinchisi. No driver. Ya'ni driver umuman ulanmagan bo'ladi. O'sha holatda ham ovoz yozmaydi, ovoz chiqmaydi. Yoki xato driver ulangan bo'lsa. O'zi aslida mana zvukovой kartamning o'zini driveri bor, Audient 100B. Mana shunda ishlaydi. Bunda ham ishlatsam bo'ladi yoki bunda уже avtomatik ulangani uchun bunda ham ishlatsam bo'ladi. Agar sizlarda ham M-Audio, Scarlett, shunaqa Audient har xil zvukovой kartalar bo'ladi, driver ustanovka qilingan bo'lsa chiqadi mana shu yoqda. Agar driveri bo'lmasa yoki chiqmasa ASIO bilan qilsa bo'ladi. Ya'ni mana shu o'ziniki bilan yoki ASIO boshqa driver bilan qilsa ham bo'ladi. Men hozir o'ziniki bilan ko'rsataman. Mana bu turibdi mana shunda, lekin ovoz chiqmayapti. Mana VST audioni tagidagiga kiramiz va control panelga kiramiz. Control panelga kirganimizda bu bizga driverimizni, hozirgi ASIO driverini ochib berdi. Va bu yoqda ko'rishimiz mumkin nechta narsa bor mana. Menda hozir dinamik audio ID turda turibdi, ya'ni zvukovой kartamda turibdi. Agar bu mana bunda tursa, bunda emas, bu monitor, mana kompyuterimning ekrani. Unda ham kolonkasi bo'lgani uchun uni ham chiqarib beryapti. Hozir bunda tursa, men kolonkadan emasda kompyuterimning monitorini kolonkasidan ovozni eshitaman. Shuning uchun menda hozir mana bu audio kartamda turibdi. Audio kartamga kolonka ulangan. Shu orqali hozir to'g'ri turibdi. Bu ham monitor, mana shu monitor, mana shu keraksiz, menga ishlatmaydigan narsalarimda bo'lib qolishi mumkin. Shundan ham ovoz chiqmaydi. Bu ovoz chiqarib berish bo'limi. Bu pastdagisi esa mikrofonniki. Mikrofon ham ko'rishimiz mumkin, liniya audient turibdi. Liniya audient bu mana zvukovой kartam. Zvukovой kartamga bu mikrofon ulangan. Bu to'g'ri turibdi hozir. Hozir ovoz zaps qilsam, mana shundan yozib oldi ovozni, ko'rsatdi. Agar pastdagisi mana mikrofon Rappo kamera deb turibdi. Bu esa hozir mana videoga olayotgan, sizlar ko'rayotgan, mana ko'rib turgan kameralaring bor, web kamera, kompyuterniki, o'shani mikrofoni. Hozir bunga o'tkazsam, o'shani mikrofonidan foydalanib ovozni yozadi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yoki mana bu liniya mikrofonniki. Bu bilmayman endi nimaniki. Bu по-моему Waves pluginniki ekan. Mana bu yoqda yozib qo'yilgan. Bunda umuman ovoz chiqmaydi. Mana shu yoqdan to'g'ri belgilab olishimiz kerak. Dinamikni va mikrofonni. Buni belgilab olganimizdan keyin o'zimiznikini okni bosamiz va okni bosamiz. Va qaytadan yozib ko'ramiz zaps qilib. Agar bunda ham zaps bo'lmasa yoki ovoz chiqmay qolsa,
Yana boyagi joyga kiramiz, Windows'ning oldiga. Windows'ning oldiga kirib, pastroqqa tushsak, mana bu F4 turibdi. Ya'ni klaviaturadan F4 ni bossak ham bo'ladi yoki bu yoqdan kirsak ham bo'ladi. Kirganimizda bu yoqda mana tepada ko'rishimiz mumkin. Inputs bilan outputs turibdi. Kirish, chiqish bor. Mana shu ham no connect da turishi mumkin. No connect bo'lsa, yo'qni to'g'rilaganimiz bilan baribir ovoz chiqmaydi yo zapis qilmaydi. Shuni connect qilib qo'yishimiz kerak. Mana hozir men polni o'chirdim. Mana shu holatda ko'pincha bo'lib qoladi o'zi avtomatiski. Buni mana no connect ga bosib, mana driverimizni belgilaymiz. Bu yoqda mana chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. Bu inputs, bu kirish. Chiqishniki ham xuddi shunday bo'lib qolishi mumkin mana. Zapis qilib turib ovoz chiqmasligi mumkin yoki ovoz chiqib zapis qilmasligi mumkin. Mana shu ikkalasidan bittasi o'chiq bo'lsa, shunaqa holat bo'ladi. Buni ham yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin uje boyagiga o'xshab ko'rishimiz mumkin. Zapisni bossak, zapis qilib ketadi mana. Zapis bor. Ovozni ham tashab ko'ramiz. Ovoz ham chiqadi mana. Ovoz ham bor. Mana shu narsaga ahamiyat beramiz. Mana shundan bo'ladi asnovnoy eng ko'p uchraydigan muammo. Ko'p yangi boshlayotganlar shu narsada rosa qiynaladi, topa olmaydi muammosini hal qilishni. Mana shu narsadan bo'ladi. Birinchi o'rinda maslahat beraman, ovoz yozib zapis qilmoqchi bo'lsanglar, звуковой karta обязательно olinglar, yaxshirog'idan, Brandwizdan. Mana bu TikTokda prямой efir qiladigan звуковой kartalarda o'zini driveri bo'lmaydi. O'shalarda qiynalasizlar. Shu bittada o'zi ulanib ketmaydi yoki ASIO bilan ulaganda ham ovoz chiqmay, zapis qilmay shunaqa muammosi rosa ko'p bo'ladi. Endi boshlayotganlar vobshe qiynalib qoladi. Shuning uchun yaxshiroq studiyaga oid звуковой karta olsanglar, uni driveri обязательно bo'ladi va driverni uстановка qilsanglar, avtomatik o'zi ham ulanib ketadi. Bugungi videomiz shundan iborat bo'ldi. Kimga ma'qul bo'lib, kimga foydasi tekkan bo'lsa xursandman. Keyingi videolarda bundan ham kerakli ma'lumotlarni berib ketaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat. Kuninglar xayrli o'tsin.